Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugungi tema yanada eng muhim bo'lgan irqiy qirg'inchilik masalasi. Ya'ni Pompeo apandim degandek Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotgan to'g'riliq bu temani asos qilib so'zlaymiz. Qo'shimcha tema dunyoning hozirgi vaziyati to'g'risida. Ya'ni hozir nurg'un davlatlarda vaziyat jiddiy o'zgaryapti. Buni tushunmagan qarindoshlar ko'pkan. Endi mushuni ancha-muncha biz bilishimizcha yishib bersak deb o'ylayman. Hazır Japonya'da yerim kechi oldu. Yerim kechi deganimiz 2021 yılı 1 ayının 30 günü. Tesla almıştı değil mi yerim keçide? Uygur vakti saat 21'den 25'ke Japonya vakti 0'den 25 3 saat fark vardı. Hazır Avrupa'da düştün ki saat 16'da 25 ütüptü. Avrupa'da cüme. Doğru. Japon'da hazır şembe hesapılda yerim kişinin açtı da. Şembe. Hem de yerim geçi oldu. Onun üstüge ballarım uxlavat kaşka. Ben avazımını pek yukarı kılamayım. Hoşçılığım anlayış mümkün digendek. Hem de ama Pompeo efendimninki bizge şu erkek kırgınçılıknınki məxsus hükümet namısı da itiraf kılıngan nesini kanunluk şekilde oturup koyganlığını cakalıdı. Hem Cumhur hükümetini insaniyetinin düşmeni devletinin özüne düşman devlet Uygurlar üstün erkek kırgınçılık elip beriyotgan terörist devlet degen narsalarni bir qator bular oturup koydu. Endi şu dava yolu şunda qarasak Uygur kimligini oturup koymay Uygur degen narsa kəsilə aldırıp sinep Turkish people degen narsa almashtırıp etilgan. Uygur yoki Uyguriye, Uygur zemini degan bir narsa chiqish hamalli Sharqiy Turkiston almashtirilgan. Irqiy qirg'inchilik degan narsa chiqsa darhalla buni zulmga aylantiradigan ish shundoq ko'p. Endi buni Jungo hukumati o'zlari ashundoq qilib kelyapti, lekin mana chet elda bularga qo'lchimoq qilayotgan nurg'un odam borda aslam ashundoq qilib ketib bordi. Muşundaq işlarniki qalaymaqançılığını bilip Amerika hükümeti Turkish people degichilar o'ynab tursin deb onunga Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini o'tirib qo'ydi ham tasdiqladi. Endi qirg'inchilik yo'q, zulm bor vatanda saqal burun davosini qilmiz masjidni chaqavetdi deb da'vo qilganlarga bu qirg'inchilik yo'q degan bo'lsa bu o'yinni o'ynab tursin deb irqiy qirg'inchilik masalasini o'tirib qo'yib Xitoy hukumati ya'ni Jungo hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ebadi. Buning ichida oz bir qism musulmon boshqa millatlar bor degan narsani qo'shib qo'ydi. Endi mana igispas so'zlaydiganlar nima deydi desa Uyg'ur deganni o'chiriblar. Hammasi Turkish people irqiy qirg'inchilikni hammasini bayon degandeklar zulm masjid saqal burut yana bir nima deblar o'zgartib ashundaq hozir mana shunday qilyapti-da mush qonunlarni o'tirib qo'ysimi qilyapti-da. Bular oldin qatim mediadan eskartgan mush yo'lda mengiyversa Amerika o'zining ichini tozalab bo'lgandan keyin mushlarni hammasini yig'ib Guantanamoga apirib qo'ydi-da. Eğer Roşa Abbas hayat bolsa tercümanlık kıldı degan oldin qatimda. Yanıma desek bu ihtimal intayin yakında Amerika'nın için tazlab bulamıdı ola. Çoğun işlerle aldıraş. Bak küçük işga kiyin geldi bula. Bu doğruluk
Yenim çoğunquraraq endi Yermehmet efendim tushundirib bersa deb o'ylayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bu dunyodagi Uyg'ur qarindoshlar, qani avvalinglar, yaxshi ishlar teshqon, bugun kuninglar xayrli bo'lsin. Endi bu Mike Pompeo ne bununki e'lon qilgani Xitoy ümitsiz millatni o'zi Uyg'urlarni televiziya so'zlatib, Amerikaniki bu qaror chiqargan bu irqiy qirg'inchilik deganda yolg'onga bizning ichki masalasimizga iliqqa aralashdi deb bizning vatandagi xalqqa televiziyada e'lon qilib umidini o'sib qo'yibdi. Qarshi chiqqan bo'lib, aqlsiz Xitoy. Buningga iliqqa ba'zanlar ma qanjoq podaqchi anda ya uni tilmaymiz. Chunki umidsiz bo'lgan millatni umidini o'stirdi buningda. Irqiy qirg'inchilik degan, undasa bizning masalamizni nima qilibdilar deganda mana shu bugungi kunliklarda shunchaki umidlandirdi. Mana endi ala 1 millionni chekinib olgan, unchalik yo'qmi deb bakkan, ammo bu 100 millionni ishib ketgan inson. Ularni keyin so'zlaymiz. Mushu umid var. Bugungi kunlikda shunchaki u xalqni xo'sh qilib etgan. Endi asosan chandimay chiqarib deydim. O'zinglar YouTube qarab beqinglar. Qarasanglar, Facebook qarab baqsanglar, kinolar, chaqchaqlar, epizodlar burunqi qo'yib bo'ladi. Voy bu internet dunyosini taqib olgan, tor betini taqib olgan Xitoy hozir qo'yib. Nimaga? Demak, jonzimindek bir hukumat qetib qoldi degan gap. Endi bular o'zi ishga urush patlaydi degan gap qarindoshlar. Bu masala Belki topta sözlediğin, topta biya, uçu da belki mayak söylediğin gayri yapanın dep ketkendek, ay Türkistan'da çıntı varsa kılamı ki. Moşu tamgını kimden ismini bassa, şu alıdı degen ki. Tamgını asıl isim bu, Uygur degen. Dünyada nurgun ministerler kol koyup, mağıl kilip, meclis ilaqı nemisi degandek nurgun narsani o'tidi bu. Bu ne? Endi bu hükümet o'zi to'xta sen buni xato demaydi, qo'yibdi. Bu Trump nima deganda 2019 texnik 2020 arası texnik jasurni tozalab bo'lgandan keyin o'zimiz ishni tozalaymiz. Anadagi 3-chi nima dedi? Komünist Parti bilen aşağı hamkorlashgan ishlagan mayli şirket, mayli shaxsiy bo'lsa-mu, komünist qiyada bilishganlarni hamma tozalaymiz dedi. Sizlar qilqini qilaveringlar. Biz bu benim og'zimniki emas. U budaki Cumhuriyet Partisi'niki hem kuchliq, manaliki manimida saylamda işlemeye kaldığınlar bu. Bu iş nime? İrqiy qirg'inchilik. Ya qidilsan, ya şu irqiy qirg'inchilik ben Uyg'ur deb o'zingni tuzib olasan. Bo'lmasa xapamanglar. Siz jundaydigan hukumat bor. Chunki sizning tiziminglar bor. Kichik biliqni deb cho'ng biliqni qochirmayman, cho'ng biliqni tozalab olsin. Andikin kichik biliq cho'ylanmada chiqadi. Chiqsizlar. Çoğunluğunda çıkmagan bilen qamoqqa tushib qoldi ular. Vatikan tushgan, sen kim o? Vatikan tushdi. O'tgan oldinlar 9 Vatikandan qanday o'lganligini, keyinlar. Aziz qarindoshlar, ismini atamay Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa peshona urvatdimi? Ya Uyg'ur yashaysa, Uyg'ur bo'lmasa-mu, Uyg'ur mustaqil davlatda erkin yasha. Nima qilsa u bulunda bekar Allah'ın aldığı günahkar bu insanı mı müstakil karşı yanmını koşumcularını Uygur biz diye de Ahmet Kurt ötken şundak aşağıdaki insanlarda tılını işitti bu. Hadisi vatanı bölüp Kaşkan'ın libası oldu. Yani ki bu neyim dedi ki Golcu'nun ayada Mongolçu isim, yani Mongolçu isim, uyad Mongol.
Şerefsiz 200 yıl sen mustamlik tutulsan, 200 yıl o geldi, bu geldi, yani atab koygan narsa düşmanlar aş biti atavargan tursa, ularning hammasi kunas tekasigalar Mo'ng'ulcha. Urumchi deganmi Mo'ng'ulcha? Bu sen tunni Mo'ng'ulcha qilyapsan. Qachon Mo'ng'ul bosgan? Mo'ng'ul bizning ziminimizda yashayotsa, bir inson chiqib bunga chiqadi deb to'pdan chiqarmaydi ekan. Bu kim o? Vatikan so'zni tortgan. Chunki o'zing Uyg'ur emasligini chandırib qo'ydi bu. Budaqma erkek qirg'inchilik chiqqan chiqdi bu. O'risdan qo'l yashasam yashaymayki qulluq deydi. Bu sen yashasang millatdan tayinlanmagan ekan. Sen Tala millati Ninsha nimlardan kelgan. Lanjo Ninshalar sening yurting. Chunki sen Sala millatkansan. Seni chapchanlik shuva deganda men dedim, yo'q dedim. Yo'q. Chunki bu Dongshangdan keldi bu. Dongshang deganda salomatli eng jiqya bu. Unisiga Shia bugünler. Bunukiga namoz o'qigan hech kim ko'rmabdi. Saudiya Arabida boshuncha xoinlik qilib nurg'un odam silvat nindab buni tutmaydi. Demak, buni ashnaq atoati chiqirib qo'ygan narsa shayga. Hajgavalar oyulduz barak tutib, rasm tushirib, nurg'un hajgavalarning hammasi tutib olib, vatanga o'tganda chiqardim. Bu ish bo'lsa shuncha nurg'un po'qi bor. Bunu nimacha yemaylaysizlar taqi men Uyg'urning piri, men Avliya Azam, men Avliya deydi. Appa hocam ayni vaqtda ashnaki bizni imperiya juqitmaganmi, o'rmaganmi? Buni bularni ishchingdan tozlamay, sen dushmaningni yemayldingmi hojim? Nimasi hojim bo'ldi? Bu iymon etmagan kofir hojim bo'lamda, sening kitobingni shu o'zing tilda o'qib qo'ysizlar hojim bo'lamda bu. Qardoshlar, yani kopap siz Arapni Uyg'ur millatga imzo etib, qirvasin degan Saudiya Arabida Madina ulan Madina. Men sana o'qim. Ma xoyinlar, Makka o'qib degan xoyin Ahmad ko't angla. Shu zincirli O'rta Osiyodan tortib, Alata, Ko'kda, mushu Chimkada chiqdasigacha bu Uyg'urniki davlat bo'lgan. Guchung cho'mbaliq Urumchi kichik baliq bo'lgan. Urumchi deganni ismini yutib ketgan bo'lsa-mu, chunki bizning xonadonligimiz tugagan. Prezident o davlat bo'lmagan ekan, u kelib o'rnida qo'ygan buni kelib shuni yodlab aytgan. Nega ishchiyamonlar yodlab ana degizib aytgan narsa u. Aldingmi? Kichik baliq, guchung cho'ng baliq bo'lgan. Aldingmi? Tarixini desam, bu tarixni sapirib Xitoy satsan. G'oljinikini butunlay Mo'ng'ulning deysa, bu Mo'ng'ul o'zi panotilib, biz yazsaq bo'lib, o'z kelgan, o'z to'xtam qilgan ilxandonlik bilan. Buni ishki demaysan. 30-44dagi nimasi yaqisiga islab olganlar. Saydixonlik nimishki, Saydi Uyg'uriston nimishki qabul qilmaysa, uning oldiga bayon cho'ni desak, seniki biz ashyoqda yig'ilganda turasanda Allohga inkor qilyapsan. Şu bir milletni o'zining ana tili bilan, ismi bilan, chiroy shakli bilan yashaydigan makonini yerga rizq bilan yaratgan Alloh. Mana bu dunyo buzib ketgan. Bu Uyg'ur millat mustaqil bo'lmay, sen mustaqil bo'lamaysan. Tayvan Gomindangmi 43 xoinni sen o'zingni satgan. Vapa qilmadan, man vapa qilmas 43ni ash G'oljida ko'mir qapazni kuydirib yo'qlik qilib aytgan. Nemishga oyoqdan Ahmadjon Abdukarim Abbosovlar, o'chilar, nurg'un. Ben ilham turam yo'qchiman deb qo'yay. Qaqirning qilib olgan tinglar-ku, qirib tozalab arambog'ni. Hamma chiqirib aytgan chaqda 43 ming qochib degan chaqda xoinlarni ko'mir qapazni tayyorlab qo'yib, benizm kuydirib o'tgan. Bu insandan seni sağ koyayım da şıplasla. Çünkü sen salameti, nimet Tungan'ın bir kısmı. Şerefsizler. Bu erkek kırgınçak Uygur'un müstakil karışı manemde özünü ispat edildi bu. Ya biz müstakil olsak rahat koymaydı dedi. Nimde rahat koymaydı? Sen moşu
Nemini anlap şunda rahatsız olup kettim. Kayılla. Yani Türkistan bolsa qil desem, moş 2019, Uyghur 2019. Uyghur meselesi Amerika Kongresi işki mesele dedi. Dünya kopulup ketdi. Türkiye'de, Malazya'da nimdap namaş kıldı Amerika karşı. Bu dep bo'lgan gaplarni demay, manamda bunun işideki ma yuqoriga chiqib olganlar haqliqlarni tanlab o'zi bir guruh bo'lib tashkillanibdi. Bu Uyg'urni texnik xoinlarni tutib bo'lgan ekan, tozalab bo'lgan ekan, Amerika'nın işçilik xoinini tozalaymiz. Anadaki Komünist Parti'ye yardım kılan aşağı şarat yatıp gelgen men şahsi olsun, firma olsun, başka taşkı devletteki kolu olsun tazlayımız dedi mi? Sen mi var degen ki? Çoğuşka ağam falan keçiş platmanda kopmaz köt, kopmaz kancok sözde anı kıldı. Hep bilen hakikat eğildi, sunmaydı. Hakikat bak keylik manda eğilmeydi, manda da koyayım, manda eğilmeydi. Manda ilgili vardı. Nimaga mush munda qilgan bir bo'ldi. Shuning uchun bugunni tartib ya men uni qildim, buni qilib bo'lmadi. Ammo boshlig'im unamaydi, yamaydi. Ashar yaman. Ashar yaman. Men senga yana bir gapni qilib bergan efendim. Bo'ldi. Mushu Turkiya xo'sh anlamadım. Ya ben nemini Ben senga bir gap qo'shib qo'yay degantimcha, bu Ahmet Kotkot to'g'riliq. Bu hamma atalg'ular Mongolcha ekan degan gapni to'li degandikan. Bu o'zi men tarix bilaman, undaq aqlliq deb yuratdi. Endi bu Ahmet Kotkotning o'ziga ügütib qo'yayman. Tarixni. Mongolchaning hammasi xatlari atalg'uli hammasi Uyg'urcha. Ta hozirgacha u xatlar Jungoning basqan pullardim turdi, ichadigan choylardimi turdi. Mongollardan o'zidan so'rasam, Mongollar o'z deydimush Uyg'urcha deb. Mavo kalis ishlamaydigan g'ot bu hamma narsa Mongolcha ekan deb ma ta'tir so'zlarda yurdi. Hem kalısının ki işlemeydiğini bir şeyden özü anlap baksın medya arkalık. Sözüm tüküde. Hem de biz bu mesleklerde şu Türkiye'deki Uygur milletimiz Türkiye'deki hatalarını Uygur milletki kılavatkan şu nemisini sözlesek bula Türkiye'nin kılamadı demek oldu. Bana yenicildeki o tuşun seni tuttu. Makta sen. Saddam hayat vaktida medyada istihbarat bu istihbarata çıkan nasıl mı da koyayım. Saddam'a telefon kılıp Kurtlarını kırıp ettirdiler. 6000 Kurt'u kırıp Saddam özünki aşın poklayıp özün bir şeyler nem taptı. Ben kısıklayıp koysam. Hem bu Uygur milletine kelgeni kısak. Mesela Azerbaycan, Azeriler. Azer eyleme de koyduk o. Bu Azerlerinki kelgeni mi? Kurtlarının tegi kim o? Uygur boğalık için düşmanlık kavdadı. 26 yıl Azerbaycan'a bir pay ok yardım kılmagan. Bizden halimiz hatar. Kömürden bütün dünya beşimizde de katı yakın kelmegen. Allah tevekkül Allah ekber deb işçideki hain tazlap mana Allah'la bek boyum. İşçideki hainden hem turma yapıp tazlap lan bir vücut kıplı Ermen degenden anımanısı közü göktü etti. Bizler o yani çıdımay bu adamlar degen münafık kafir koy. Yani çıdımay. Şu Putin'i onu dep bunu dep ateş kessep kap bir kıplan bu uruş topsu koydu. An teslim bosulu mu toktaydı o dep. Nimeге Vatikan işini kılganken. Bu Vatikan işi nime iş? Böyle bak bir yol. Xitay'ın işi çıkıp kaldı bir yerde. Bu Xitay'ın işi onun 50 milyar beygenden ki sebebi Ermenilerge Xitay'ın. Pul yok oldu degenken.
Bunun da Yipek yol Uygur'un yolu içildi degan gap. Bu urush onun urushi emas, Uygur'un urushi bo'lib qoldi. Xo'sh, nima deb Izroil bu Ozarbayjon yordam qildi, havoda urib berdi? Chunki Ozarbayjonga qo'l tiqilgan yordam qilganlar bor ekan, tikilyapti. Bularniki plan so'qchilashdi. Mana bu irqiy qirg'inchilikniki nimasiza? Plan so'qchilashdi. Mana bular qarab yiqqanlar. To'k ketgan Eronga. Tüm pulga setilib, aşırıkka baqa biz terörçü bu mollalar degan askar to'playotgan. Askar to'plagan ekan, mashinlar nima qilib. Amerika ko'rilmaydigan bilim shunday yetib qo'yibdi ekan. Patlamaydigan bir bombani yaksanchib qoldirgan. Moshni qo'qib yeni baramayapti. Buni bilamsizlar? Siyosatlar ay qumliq ketib qolganga jiroqdan kelib jiroqdan o'q etib yiqibdi. 5 jiroqdan patlamabdi. Nimaga? Men de prey. Aştaki ügengen aşnatlıkı nima? Alimler var. Aşı teknikte ügengen. Şular tok için oluşudu o. Şundan kelgendeki o patlaydı o. Çünkü havadan başkaları da o ne? Anladın mı? İran Mehmet'e jiroqda onu taşlab qo'yibdi. O qatnash yo'l, o yo'lni to'qsitdi. Mush xabarni anladingmi? Demeysizlar, onu uqmaysizlar. Endi kendimiz qaytib kelaylik. Erdo'g'anniki Uyg'urlarga 2016'da qat'iy ish qilmaymiz. Nima qilsang seni ishki masalan deb eng yomoni İran, Saudiya Arab, mushu Erdo'g'an. Bu üçü bek çıldırıptı. Yani Oğuz Hristiyan bo'lgan bilan Oğuz nima qilsang qil demabdi jumla deb qo'yay. Men bunda chiqaverdim yerda. Anladinglarmi? Men Uyg'ur dushmanlikni, bak Turkiyadagi yashayotgan Uyg'ur, Nimda bu ishki halol bo'lgan chiqib qoldi. Kimning imzosi bilan? Nurg'un musulmon davlatning imzosi. Öyle Falastinga yordamda 91-yili qon verdik, pullarni verdik, Saddam yordam qildi. Shu qiynan ilib, bugungi shu o'yliqi Vatikanga pan-turkizm, pan-sazimchilarning hammani chiroyli ratlab Erdo'g'onga Türkiye uğurlaşıp qolgan. Nima deb Amerikada ya Kanada ya Yevropa davlatlarga bularni achib qolmaydi? Çünkü Türkiye Xitoyning ishini qilyapti. Shuning uchun hamma paskinchiqni achib qo'ygan ekan. Mana bu jahillik bilan Mavlanoning derdi, Uyg'urning derdi besib ketgan az qoldi. Az qoldi. Ma vaziyat bunda o'zgarmagan bo'lsa, budaqa tashqi dunyo Uyg'ur degan mushunday ko'tarli deydi. Az qolgan. Ama bu qattiq dushmanlik qilyapti. Pan-islomchi, pan-turkizmchi bu ishlar. Ama bugünler hükümetten şeki bak gapni anlamaydı da. Hükümetten şu dinde dese neymi degan bular ishki qo'l munda qildi, munda qilmaydi. Ishki qo'l munda qildi. Elak ayol degan munda so'zlab ketdi, munda qildi. Neymi degan bak kaldı ishlamaydi deydi. Bu Uyg'ur meselesi bütün dünya kültürü olsa bular tushirib zulmga kiradi. Xi Jinping okey dedi, tabak dedi. Bot bu ketdi. Chiqqani. Nima bo'ladi? Boğazlarga o'xshash ular deydi. Zemin talashqa ishlami deydi. 11,5 milyon bo'zlar 3 milyon 800 ming qolgan chaqda kallasi haqli kelgan ekan. Ya bizga mustaqil degan ekan. Aniki irqiy qirg'inchilik bilan mustaqil bo'lgan ekan. O'zinglar o'ylab yiqqanlar. Bular o'zining maqsadi. Dushman o'zining maqsadini davotida, Uyg'urlar agishib Sabit Amullam. Nima deb Center Tayvan'da bezib qo'ydi? O'g'u ishqi tugidi endi. Buningki Uyg'ur millat, men Uyg'ur da. Bütün dünya Amerikadagi bultu ko'rdinglar-ku? Eliqqa nimani? Eliq muzimni ichayotgan Amerika nimaga maqsad ichyapti? Bütün millat Uyg'ur millatdan bo'lganda. Bütün millet dünyadaki insaniyet
Ata-bobasi Uyg'ur. Uyg'ur mustaqil bo'lib qolsa, ata-bobomninki davlati mustaqil bo'lib turib, butun dunyoda keladi. Biz tuğma kuruluş silişimiz gerek. Sen nemini oylarsan, dünya kılıp, bütün dünya tinişlidirken, 2018'den tartma düşüm dep verdim bu. Muşu kar bulup. Yokap da gidiyor. Size ya işine o yaşam. Çünkü Allah. O Allah nesip kılmasa bekar. Bütün bu milletini yama veren kalıtı küçük ballardan tartıp Kur'an okuş gerek. O şeytan olur. O şeytanlıkın üzerine başlatmadan kırnaşlar. Bu Allah ilim, bilim, pen dedi. Sen nimişka bu terakki işi taşaplayıp sen kutkuzamaydı ahiretteki eskadı da o hiç bu muşlaklarıyla. Ve azık sen hayatına Allah nime gibi egen. Onda bakın ki ezdikindaşlar köp söz, pok sözdeydi o. Köp söz yapma pok olup kettik. Hem üzerden pok olup kettik bizim pok kıldığınla. Ama lekin pok emez degen sen söz atqa pok emez dep dünya bizni güher kılıp çıkarmadı. Güher kılıp çıkarmadı. Şu 82. Beijing bir İngiliz. Bir $30 sataman dep kepti. Yuan dep. $30 yuan verdi. Şununki onu sözleşip kaldım. Sen nelik, sen kimseymiş kim hala okşamayıslar dedi. Degendiken I am Uyghur dedim. Uyghur dedi. Yes dedim. Degendiken come. You have time dedi. I have too much time dedim. Benim köp vaktim size köp vaktim var. Cüre dedi. Koğusuzga girdi. Vakti yumulak yapılak kompütergen kömegen şu 82 yaşa karab kaldım. Sizler mustaqil bo'lsanglar bütün dünya vizsiz barısızlar dedi. Nimaga bu biladi tarixini? Tarixini biladi. Tarixini fıqamsa degan yo'q dedim. Nimani bilsa dedi. Mush komünist kirgan men aqlim kelib bu bizga o'xshamaydi. Biz millet bir yer yaşayımızken ki alsam bola ayak kirptiken bizim vatan kirptiken moşu bilemen aniki bilipsen kanda işler oldu degende bir yerde vatandaki işlerini hemen dep beyken kılmışlar. Sen bu davanı mançılık kıldım, ançılık kıldım. Maqtanma bir vücut çıkaramadın. Fılcıqıp baktın, kalağına sot kırmızı. Ama sotka değin olattı, bırak başlığını erkek sotlaydıgan bir kanun boğaşka ya bulmaydıken Xitay nimegi kirmeptiken. Xitay bütün dünya işgalasa kirdiken. Acep sotlagan kirmelikine jıqlagan pulunu yep ketti. Xalq, Uyghur millet bu kalkışap işçinin bir adam işsizlik raskepini kısa yani onun ayakış kelsen o vaxtıda sen üzan yoxuşuqı imza etip biz Türkiye millet Türkistan aşlar demek kısa şunu kısın. Bu zulüm hazır bunu xulas çıkıp oldu, hüküm çıkıp oldu. Manam de ayakışılık Allah kimiga gitsen ben Uyghur bana mustaqillik gerek degen meydan kökülüp bunda çıkışın gerek. Ana Uyghur birligi. O Uyghur birligide sansalarsa alıp chet eynekler var. Nimaga? Ki anaki to'xtatdi. Ma mediada so'zlayotgan so'zni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotgan bunday narsa kim da'vodir, kim nima hamma biladi qandoshlar. Ya ishon ya ishonma. Bu Uyg'urlarniki Vatikanni faqatla Amerikada Vatikan bor adamsan. Bütün Arab devletlarda zavod fabrik sağızmay mush siyasını mushna tutup o jürgen şu Vatikan'ın kolu var. Atilla aynı zamanda Vatikan'da kanda bu da en çoğunu kamçı bilen Gani efendim şunu çıkır koysun Vatikan'da. Çıkırıp koydum.
Erdoğan'daki Vatikan'la köleşken He, aşı rahmet surat hazır. he, rahmetke Palestin'deki elaki nimeti ismi ülep ketken. Elaki prezidenti şumu Vatikan'da koluk suygen. Bularning saylanishi hammasi Vatikandan kelimasi qilmasa. Burada Amerika hemen ochiq yo'q chiqarib qo'ydi. Xitoyning shu Vatikan qo'lidan Xitoyning qo'lida shu Vatikan aqsib bu Vatikanni tushunmadinglar qarindoshlar. Xitoylar hozir endi 2021 endi boshlayapti bu Vatikan nima qilayotganligini. Hozir tarixlarni Xitoylar o'zi chiqarib Şenşilimde çıkan, Kanada'da çıkan, Üyedim'de çıkan da o Uygur delenme vardı da. Ama xatni, kol xatni. Ekran köketmezdi. Akşam bir haber görüp kaldım. Ekranda kolu Xitay xat okşap tuttu. Ani köketmezdi da. Onu şundan kısanlar, Mongol çıkart olurdu. Bunda kısa öğreversenler. Görüyorlar mı? Uygur olup çıkıp kalırdı. Bizden deydi. Hozir Xitoylar bizim ota-bobamiz kim deb haqiqiy maydonda shikiyini turib bo'ydan qilib tushirgan bo'lsa Uyg'urlar chiqadi. Nima? Vatikan. Vatikanni mushu eliqi Uyg'urlar momni kuydirib burungi podsho aniki otilar buni yo'qotgan. Shuning uchun bu Uyg'ur mushuncha yaqinmi? Aniki tashqi bilan deydi-ku, Xitoylar 5 yil deydi. Xitoylarga 5 yil neyse 5 yılında Xi Jinping solap bo'ldi dedim. Ular kim olaydı? Şinjanlık Uygurlarni solap bo'lgan. Mana Pinyin yezyapman Xitoyga. Kulib ketdi. Ha deb kulib yezib qolibdi. Sen yaxshi o'ylab boq dedim. Nima deb qumliqqa 64 atomni etib sirab qildi. Uyg'urning buruq oti bo'lsa, mu Uyg'urlarni chiqarib minavadi deb. Degandiki bu turk ketilyapti kaviyaga. O turk man qarshi nimlarni yezibdi. Anaki iyi deganni cho'qilsang mi bo'ladi dedim. Moniki avlodi bo'lib, dedilishniki nemis mushuna boshlagan film desam, yo'qolib ketdi. Ko'rganlar qarindoshlar? Xo'sh. İyi degan o. Türkçe, jiviler işkiseti iyi var. Bunu çapızı mu. Mu'nu ki, mu Uygurları bir zigenli, aşını başlayan diriliş filmini. Onu tarihini ki koyayla, kim bu doğrulsa, onu da bu sözleyimiz. Mene gibi çünkü ama erkek kırgınçılık boldu. Boldu mu? Hazır, Xitay kanaklığı da onu yağını xabar edip, yağı yok xabarda mı delenmeyim ben. Çünkü ama bu Xitay televizyonda, Amerika karşı bizim vatanda. Amerika karşı bunu sözü tuttu. Mike Pompeo'nu anda kıldı, banda kıldı, yağanda kıldı deyip ama halka anlatıp ümidi başka da ümitlendi diye. Bunu ise ayıptın Allah. Merhamet Gani Efendi, beni gipim bu temet tüküdü. Qarindoshlar, bu erkak qirg'inchilik masalasi Amerikadan iborat bir kuchli davlatning qo'lidan chiqdi bu qonun. Bütün dünyanın ko'zi hozir yana Amerikada. Nima uchun desak, Amerikaning 50 davlati va Amerikaning mushu shtat, har bir shtat bir davlat, har bir shtatning birdan o'zi oldiga qonuni bor. Hammasi yakka holda qonuni bor. Hammasini birlashtirsa yana bir qonuni bor. O qonunning yanida Vatikan o'zlari qo'shib olgan yana bir qonun bor. Endi mush qirg'inchilik masalasi dunyodagi eng kuchli davlat tarafidan o'tirib qo'yilgandan keyin bu 50 davlat e'tirof qildi degan ma'no chiqdi. 50 shtat bor bo'lgandan keyin hamma shtat qo'shildi. Endi qolganlar qo'shilmasidan bu pütüp chiqqan narsa. Endi Uyg'ur kimlik masalasini mo qonunlashtirib berdi, pütdi. Irqiy qirg'inchilik masalasini pütdi. Endi
Yılqı Kanada'daki Mehmet Toxtu degan saranga o'xshash isbot yo'q. Biz qirg'inchilik, erki qirg'inchilik deyamaymiz deb yurganda, mana bekitpadi. Hammasini. Endi bana sahib izdimanglar. Biz sizlarni bu yerga tillig'il chiqmadik. O'zinglarni o'ngshab, to'g'ri yo'lga mangmisanglar, abay degandek, Amerikadagi hem Avrupa'daki bu şu Vatikan'ın kolçumaklarını, Kızıl Komünistini bir qo'ur hemmisini tazlagandan keyin nevet silah keldi. O vaqtcha o'ngshilvasanlar vaziyat qarab, yani o'zgarishlar bo'lish mumkin. Bo'lmasa ashlar bilan bir yo'lda supurilib ketsizlar. Shu faqatla askar tipli qo'yyapmiz biz, qaysi yo'lda mangsanglar o'zinglarning ishi. Lekin fursat bormiz yana bor. To'g'ri yo'lga mangsanglar fursat degan shu. Bu to'g'riliq mushunchalik so'zlasak, endi bu dunyo vaziyati tiz o'zgarib ketib bordi. En oldi bilan gapni yana Amerikadan boshlaylik. Mushu nima hozir Amerikaning bu Aqsaroyda tok yo'qka degan xabarni biz to'xtamay anglayapmiz. Bugun qarsam bu rasm chiqarib qo'yibdi. Aqsaroyning derizlari qarsa hammasi qop-qorong'i turdi deb ash rasmni chiqarib qo'ydim. Aldan qatim mediada mi dedik? Bu yerda bo'layotgan ishlar nima desak, Amerika xalqininki haqiqiy saylab chiqqan vakili, prezidentlikka saylagan vakili tanlig'ini Trump bo'ldi de. Lekin Vatikan bilan kommunistlar, demokratchilar hammasi birlashib majburiy saylovni saxtlik qilib Joe Bidenni chiqardi bu yerga. Shu bu aqlga sig'maydi-da, butun odam ko'rib tursa buni, bilet tashvirga yadimi, ekranda ko'rib tursa, bular majbur chiqarmoqchi-da, unda bo'lsa, majbur chiqadigan ish bo'lsa, bu bo'lsin dedi Trump. U Amerika prezident bo'lsin, bo'shitib berma demidi. Mishaga Washington kelib, Mishada boshliq bo'lsin dedi. Qisqala so'zildi. Bu nima gap desa, bu Washingtonning markaziga bular Vatikanlar sep qo'ygan bu binoga boshliq bo'lsin degan gap bu. Shunga bularni Washingtonning markaziga solab qo'ydi hozir. Eshat turibdi. Öldüm ölmedi hozir bizga aniq emas. Meningcha bu siyosiy jinoyatchi qatorida bularni osonlikcha o'tirib o'tmaydi. Alloh hayot. Endi bu yerda mundaq bir yangilik borda, davlat ichida qalaymaqonchilik chiqsa, urush bo'lsa, ya urushga o'xshaydigan qalaymaqonchilik vaziyat bo'lganda xalq namoratlashidi. Bu tarixdan bo'layotgan ish-ku, lekin bu yerda Amerikada aksicha. Paychek bozoriga qarasak, bu paycheklarning bahsi shundoq ustun. Qandaga ustun desa, ma baylar yig'ib olgan paychek emas, xalq olgan eng azam bo'lib paycheklar hammasi o'rlagan gap. Demak, ma bu namrat xalq boy bo'ldi degan gap buningda. Bu Amerika'nın içindeki siyasi uruş, medya uruşu, soda uruşu, yani payçek bazırdaki soda uruşu. Bu hem uruş təmin bir yerde. Şuna hazır xalq biranimiden ensiraşı yok. Dədim tüküme ölüp alımen ya asman qartıp oq çıkırmen de Amerikalılar hemisi qoral batırıp hiç qandaq çataq çıqamadı. Koşular qasam tiniş. Nime? Xalqqa hech qanday zarar yetkazilmadi. Bular butunlay boshliqlar orasidagi kurash. Ya'ni Vatikan tarbiyalagan shaytonlar bilan haqiqiy yo'lda, adolat yo'lda menayotgan xalq. Bu ikki orasidagi kurashda bu endi Vatikan bilan chetlashib qolgan Gollandiya hukumati, Italiya hukumati, Jungo hukumati bular hozir nurg'un o'zgarish bo'lyapti. Jungo'da yüzün dabdaq bular turaveradigan bo'lg'achqa Xi Jinping taxtdan tushmadi, lekin yerimjon hozirgacha o'zini ko'rsatmay yurdi. Italiyaniki prezidenti taxtdan tushdi, Gollandiyaniki tushdi. Buni ko'ryapmiz. Boshqalarniki e'lon qilmadi, balkim tushgandi parda qisida. Bada nurg'odam.
Nima desa, Vatikanga chetlishlik bo'lganlar hammasi hozir taxtdan tushdi. Mana o'tganda xabarda bir ko'rgan to'q 100 trillion pulni, Vatikanning pulini musodir qilyapti Amerika hukumati deganda, keyin buni chiqib, bu sonda xatolik bo'lgan, bu haslab xato qilib qo'yibdi, ming has oz deb qo'yibdi degan uchurlar chiqdi. Qaysi to'g'riligini men bilmayman. Lekin bu musodir qilgan aniqda, bu musodir qilganni Angliya ko'rgandan keyin Angliya hukumatimi bu Vatikanning g'aznasiga kirib, oltin gumishlarning hammasini musodir qilib yutibdi. Endi bu Amerikalar Angliyaning nasl o'tirib chiqdi. İtaliyada nima bo'ldi? Bu hozirgacha aniq emas. Demak, biri paychak bozoridagi bu ishlar, yana birisi Angliyaning tunji qatim Vatikanga qarshi Vatikanning g'aznasini musodir qilganligi. Bu endi bir uyg'unish deymizda bu Angliya hukumatiga nisbatan. Mushada bir narsani eskartib qo'yay dedim. Hozir mushu xabarlarga faqat ishonmay, ash burunqi koni narsalarni takror qo'yib, shuning ishinib turgan qarindoshlar bor ekan. Sizlarga isbot sifatida bir narsa deb bersam, mush qo'yayotgan videolar yaxshi qaranglar. Ba'zilari issiq vaqtlarda chiqqan videolar, ba'zilari kiyimlar qarasanglar mening, ba'zilari yo'lda ketib berib kiyim-kechaklari o'zgarib qoladi. Joe Biden chiqqan narsalarda. Bu nutq so'ziladigan kunisi Amerikada havo tutuq. Havara qarsanglar bilisizlar, havo tutuqdi. Lekin oyada Joe Biden prezident bo'lish harpsidagi so'zini boshildi, rasmiy o'tkazib oldi degan narsani qo'ygan bir videosini ko'rsak, havo o'p-uchuq. Bu amaliyotga urilganmaydi. Mayli ishoninglar, mayli ishonmanglar, men narsalarni ko'rganda azroq o'ylaydigan, analiz qiladigan ishni qilaylik qarindoshlar. Qo'yiyotdi o deb ishonsanglar bo'lmaydi. Amaliyotga uyg'un kelmaydi. Hozir mishada Washingtonning markazini butunlay pechatlayapti. Nima uchun? Agar Joe Biden hayot bo'lgan bo'lsa yoki haqiqiy Amerikaning prezidenti bo'lgan bo'lsa, bular buning so'laqti qolmaydi, armiyani o'zi boshqurdi. So'laydasman to'ram tutib ketib buyurdi u. Lekin aksicha harbiylar alan boshquradi. Andekin paychak bozori qarayli, bu ishniki qandaqligini ashadimiz sezimiz. Bir prezident almashgan hamon u kommunistlar bir bo'lsa kommunistning paylari o'sidi, boshqalarning tushidi. Agar Cumhuriyetçilarniki prezident bo'lib chiqsa, kommunistlarniki paychaklar tövelaydigan ish doim bo'lib turdi. Lekin maqatim hech qanday o'zgarish yo'q. Nima uchun? Hozir paychak o'sidikin namoratlarning paychaklari texi baylarniki o'smay. O'sib ketib bordi. Nimishqa u o'sdesa, ular hukumatniki paychakin optiki kelgusida ancha-muncha o'sib qolarmikin deb. Hozir dahshat o'sdi degan gap hukumat qazg'i bo'lib ketdi degan gap. Demak, bu yerda saxtikar hukumatni og'dirish uchun ham qazg'i bo'lyapti, ham Xitoy xorjada oldi-ku paychak bozorini, dangliq paychak bozorini. Ash paychak bozoridagi nurg'un pulni musodir qilyapti. Paychaklar xalqaraning nariga bo'lsa tushmay, Joe Biden chiqdi desimi tushmaydi ya o'smaydi. Bir xil ketib bordi. Demak, Joe Biden bu yerda saxta prezident, ya'ni o'ziga o'zi prezident, ya Vatikanga prezident, ya Jungo prezident degan gap. Amerika prezident emas. Ma'nosini yaxshi tushunib olaylik qarindoshlar. Bu to'g'riliq yangiroq uchurlar bo'lsa, Yermamat emandim beramat. Yana bir gap, mushu bir o'ylaydigan Xitoylar Yushiji deb chiqadi-ku uni. Gen stop. Bu gen stop hech kim o'zgartirmaydi, ham topolmaydi, ham kuch yetmaydi deb shunday nima qilgan ekanda, bu
bir siylik çarşıdak bir küçük bana resim var. Bu GameStop'ta. Bu kim o desenler? Çiçek'de kazanan Trump'ken. Bu Gongsan'dan sen bizni yoktanmaysan hem tapanmaysan küçük yetmedi. Trump deyip poptuk buna. O hakikaten tutanmaydı ki onu. Onu oynap lan, pul taşlap oynap lan. Onun da bu güyle buna estağfurullah. Ma Xitayla Amerika'nın oyunu oynanan oyunu küçük olan oyunu. Muşlar kızıkıp bütün dünyadaki fışaklarla hem çoğunla aşın kızıkallarla oynayırken de şu anki Xitay bunu seçip biliyorlar ki. Çünkü bizden millet cık olan iken Muşlar küçük olmasın Muşlar'da nemi kalaylı dep. Şu anki bunu kalsa 93. yıldan keyin çıkayotganda bunun da. Şununki bunu hem de bu program anda ko'p ketganligi bu program universal qilib olgan Xitoy. Yani şu GameStop. Keyin bu Trump efendi bu GameStop'ga kirib, ko'rib bu da qarasa buni beshi Xitoy o'zgartirmaysan ham meni yengolmaysan deb yoziliq ekan. Şununki bu da bu GameStop'ni anikin tasq mo'shin pul berganlar aşın pul ziyanat kallar tekrar. Çıkmadı. Xitay neçizliği moşun tapkan pul ne? Ay taşılan ki tıkıp sürüp çıkırgan ki. Bu Xitay tüge varsa mavi başkalarını ki aşılar bir ümit. Ey ümidini öttü. Öldü. Uygur halkının ümidini nemine çıktı? Mike Pompeo ilan kırgınlıktan ana Şincan televizya üye bir adım bir akıl sözler falan Uygur millet ümmetlendi. Bunu aklı yetmedi. Endime GameStop hem sorup çıktı mı yani sen açtığın ümmet kılmasan sen çürüdün diyen gel. Bak GameStop'un politika cezasını mı kılmadı? Aşağının ki trilyon kançı milyar olsun mu soğuru vargan, jığı vargan pulları bu pullar toğusu vaxtında Xitay mıcnalı kıldı. Ço ne? Bu ya şab o dep. Nim asan ol man tegmel deydiğe getirdi. Şunun için aziz qarındaşlar bu irqiy qirg'inchilikni manda qilsak o'tkazayotimiz go manda qilsak bizni o'ylamanglar. Chunki bunida minister, prezident bularni hamma bo'ldiganlar tayyorlab qo'ygan narsa. Men nerede? Men G'ani apadim nerede? Sen nerede? Senin anan ile tağan yağmurdu ben. Qayerda o huquq aldıgan? Bilsek onu men yüzüm şahsi. Benim manda şunlak sözleyip manda qilib qo'yam. Yok. Ay Uygur mustaqil degan kuni mushu aldıgan çamdan pon satadigan sat bosh uy vaqib jaqin setib bilan airportga chiroyli qilib assalomu alaykum deb chiroy berib ashada mushu ümit var. Yap onun beni ömrüm yapmasa ülep kessem ko'zim uchiq ketmaydi deb qo'yay. Ovoz ansam Uygur mustaqil bo'ldi degan ansam ülep kessem arbinim yo'q. Hele ki hukuk tutan iken, ötkeler qilib o'taman, aql o'taman degan elakka bilsa, ayaqda pelivot qo'yish o'tib o'taman deb. Men ular demayman. Nimaga? Uygur mustaqil bo'lsa, ma tashqi dunyodagi elakka ergashganlarni sen xoin demaymiz. Nimaga? U yerga millat lozim. Qancha milyonni akirib bo'ldi, qancha milyon o'ldi, saq hayot chiqsa, saq chiqqanda, og'riq chiqqanda, masala bu qarindoshlar. Sizlar shuni qil İttifaklaşaylı, birleşaylı degenin sebebi bu. Hele ki üç aldığın, sen bunu munda kaldın bu. Ma millet seni kim? Çünkü erkek kırgıncı Uygur'a da çünkü ne? Bunun için hem de ittifaklaşsan mı ya da eşek var mı deysen ittifaklaşmasan mı? Kulağını kesin ötüyor mustakilçilerini. O mustakilçinin biz öldük değil. Ama dünya siyasetini götüremeysen ki. Gap bu. Halk adam götüremeysen. Gap bu. Hoş. Sen
birisi bana yezipken. Ben deyitay, birisi bana şunda bir sertkepni yezipken. Ben dedim, xotinning oshnasini hech nima qilolmaysiz ko'rsam men nima qila olay desam Facebook'ta chiqib ekan gapim tugadi. Endi vaqt munosabati bilan mishagicha bo'lsa deb o'ylayman. Davomini erta o'yin davomliq qilamiz. Endi mayada bir narsani azroq beshin deb turib turay. Shuna olsun. Bu Jungo hökuməti Joe Biden'ni çıxdı yaxçan deb o'ylab ko'ranglab ketib, hozir qandaq o'tib tursanlar? Benim efendim Govungui Luda ma üçsini hazır buluş qarlab o'tibdi. Qonchaq film qo'shay bilimdan yasabdi, hajvini rasmlarni sizibdi. O'sha haqorat qildigan narsa chiqarib o'tibdi. Endi bu yerda nima debdi desanglar, bular besim ishlatib to'xtamay, sizlar bir narsalarni ko'p turib so'zladinglar debdi. Yolg'on so'zlading demabdi, ko'p deding debdi. Bu tafsilotini yana demabdi, nimani ko'p dedi deganim demabdi. Demak, bu narsalarni bular 3-4 yil bo'ldi bular oshkorlab qildi. 3-4 yil yoqqa deyotgan narsani yolg'on deyamidi. Aşırvettin dedi. Hem aşırvetti degen ne? Biz tepsilerik desek, şu Govungui bizge haqiqiy uçurunu yetkizip begende, şu lager kirgen adamlarını sanın toluq bilmisek mi? Şu bir kısımlı adamlar bildiğini 1.800.000 degende. Azraqlı yerdikini bildiğini. Hemis emez. Şu çağının özüdü mü Xitay 1 milyonunu tuttuk deb Zakirni, Abdum rayonundaki reisini Zakirni sözletkizdi. Biz bularni lagerga kirmidik. Bu üyütüdüğün bir merkez var. Üy narsadan üyütüdüğün, her xil narsa üyütüdüğün aşlıq yer lager emas deb tenib oldi. Lekin 1 milyon odamni tutquni dedi. Bunu Dünya Uygur Kurultayı hazır mı 1 milyon deyatıdı o. Zakir mi dedi 1 milyon? Bu hükümetinin özüm itiraf kılını 1 milyon. 1 milyondan aşkının itiraf kılını. Bula Muşu Govungui 1 milyon 800 bin degende aşırı ettin dep aşını mı deydi. Bu andiken bütün Beijing'de boğan sesçiliklarını, parxorluklarını, gazını, pulun uğurluğun başlanışını hemmesini yaydı bu. Yaysa aşını mı inkar kılmadı. Emdi devatqını sen bir şeyde köptürüp sözlü ettin deydi. Emdi bunu ilki qəsləydiğəndə pıraq çıqqan nəslərini degen buluş mümkün. Bularını hazır toxtumay besim işildi. Endi bulağıma besim işletse, bizgim işletsin bir şey qo'yib qo'ydik. O'zniki hazır erkek qirg'inchilik qilgani ras. Hazır to'xtamay Uyg'ur elidan ishkirga odamni yo'tkaydi. Kichik bolani hazır mı yo'tkaydi. Aksicha Hanzularni ayak yo'tkaydi. To'xtamay yo'tkaydi. Poyezdda kechem gündüz ko'gil buldu. Ispat to'liq. Buningdan yananmaydi. Bu Xi Jinping yeni olası mı? Tümür yol işleyatkan hemmisi bilet taşırganlar deydi. Poyezd işleydiganlar ula tenib olamaydı. Bunçilik adam ketip bardı deydi. Qancha bilet sattın? Neçe adam yo'tkayotsa desil deydi onu. Onun içine hazır degen Uygurni tushmaydi, poyezdga aeroplan qilmay ishlaydi, banguzmaydi. Mengvatganlar hemmisi qanzollar. Bu ispat to'liq. Odamni yo'tkaydi, mol yo'tkagandek yo'tkaydi. Bular degan 1 milyon deganda nada desa 1 oyda qilganini degandi, dastlabda oshkorlab qolganini, shu nimalarga sun'iy emralar tushib qolganini deydi. Endi hisoblasak bular her ayda 1 milyondan so'ladi deydi mana. Necha ay oldu bular so'lg'ili? 50-60 ay bo'ldimi? Shunda 50-60 milyon odamni, 50-60 milyon odamni birden qo'yib bergan, birden tutgan
birisini qo'ypas, yana birisini akirdigan shu ba'zilar dedi, uydagilarni almashtirib so'lab turdi ekan. Qo'ypurda so'laydi deydi. Yo'q, go'ragi tutib olgandek. Buna odam azlamaydigan gap u lagerda. O'lsa azlaydi, o'lmasa aylandi ekan. Maldek shu navbatlashib kirib turdi ekan, malvazir kirgandek. Mana qilayotgan ishi bu. Bu mayli govongoy olsun, mayli loda olsun, mayli banning efendim olsun, bular dini birsim ortiq emas. Ala ortiq deb bana sebep tepatqal nimasi Beijing to'g'riliq degan bo'lsa, iyada bir ikki narsin ortiq dedi bo'lib qolgan bo'lsa, bular amaliyotda Beijing to'g'riliq emas, umumyuzlik Jungo degan bir davlatning ichidagi narsani so'zlayotdi bular. Shunga bular nurg'un narsani bilmagan degan ozni deydi. Ular Beijing deganni davom Jonanxay degan gapni chiqirdi, Jonanxaydagi ishni so'zlayotdi deb o'ylab ortiq so'zladi deydi. Amaliyot kam bularning so'zlayotgani intayin oz. Hammasini so'zlasa, hammamiz jinoyatchi bo'lib chiqadi ular. Xohlagan bir odamni tutsa, kommunist bo'lish uchun qasam qilib pariyimiz bo'lmaydi edi. Shunga xohlagan bir boshliqni tutsa, hamma parxor bo'lib chiqadi. Mana parxor bu deb qalpak kiygizishdan hojat yo'q. Aş bozorda aşı qo'yni tutgandek yo ko'ldagi o'dang tutgandek birasini xohlagan birisini tutsalar, o parxor bo'lib chiqadi. Ortiq gap bo'lmadi hozir. Hammamiz kam. Bular to'rni taqib oldi, odamlarga hech nimani so'zlatmaydi, qo'llig'ini yetib oldi xalqniki. Kesel chiqdi deb maska bilan yuz burnini etdi. Bütün hem yerin asan bexatar tursa deb hozir aş paytim bilan yo'g'iyotdi hammadamni. Bular hech nimani deyemeydi, uchur yo'q. Ashundaq do'sima, mala ortiq so'zlab yetibdi deydi. Mana bularning banasi shu. Vatikanning pulini ap qo'ygandan keyin Xi Jinping mo shundaq taqtiq so'zlab yurmiz bo'lmaydi. Uning ustiga uni kallis ishlaydiganlarni o'tirib tugityapti bular. Buni kalla chetdan chiqib ketganlar mana kallis ishlaydigan bu yerda shu Govongoydek, Lodada kallis ishlaydigan bir nechisi qoldi. Qolgan hammasini o'tiribs. Ya yolg'onni qamlashtirolmaydi hozir bu Xi Jinpingning endi adam yo'q. O'zi diplomni mana saxta yasab yuribdi. Aşım aşkarlanıp çıktı-ku. O'qib doktorluk unvoni olgan degan saxta yasab olgan narsa chiqibdi. Ma Tayvandikini mi chiqdi dedi. Ma ayol prezidentniki ashuma diplomni yasab olibdi-ki. Demak bular Vatikan ishlaydiganlar saylamda xalq meni qo'lladi deb nurg'undan pul berib, bu Joe Biden qandoq chiqqanmisa alam ashundaq chiqib olganlar-da bu. Saxtalikni ishiltib. Bilet sanayimiz dese ameliyatda biletni xata tashlagan. Bu shundaq ishda hamda vaqt munosabati bilan bir şeyde to'xtab turaylik, davomini ata yana ko'pchilikning huzuriga sunamiz. Vaqt hozir bir kashim bo'lib ketdi. Uning ustiga biz 1 soatdan oshirmaslik prinsipi bilan mediani qilayotgan to'q. Həmmənlərin köp rəhmət qırındaşlar. Xoş.